21. savol. La ilaha illallahga chin qalbidan ishonishning shart ekanligining Qur'on va hadisdagi dalillar qaysilar? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende dehqonlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam asoslari babida 21. savol. La ilaha illallahga chin qalbidan ishonishning shart ekanligining Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar degan savoliga javobini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi minashshaytonirrojim. La ilaha illallahga chin qalbidan ishonishning shart ekanligining Qur'on va hadisdagi dalillari qaysilar? Javob: Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda Sura Hujurat 15. oyatida mundaq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Tercümesi: Şübhisiz ki haqiqiy mu'minlar Allah'a ve onun peygamberiga iman keltirgan. Ondan imanida shak keltirmagan. Mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ayni shular iymon da'vosida rostchillardir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Har qandaq bir banda Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ilohning yo'qligiga, mening Allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik berib, uningga hech qandaq shak keltirmay Allohga uchrashsa, u jannatga kiradi. Muslim rivoyat qilgan. Ve yana bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radiyallohu anhuga mundaq degan: Mushu tamning orqada bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'budning barhaq yo'qligiga chin qalbidan ishonadigan birini ko'rsang, uningga jannat bilan xush xabar bergin. Muslim rivoyat qilgan. Alhamdulillah, yuqorida La ilaha illallahga chin qalbidan ishonishning shart ekanligining Qur'on va hadisdagi dalillar qaysilar degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.